Do'stlar, mana bu ikkinchi sokovijimolka mikser model 300i 220-240 ta ishlaydi, 50 Gz, mощность 300-500 Watt. Hozir buni ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerdagi mana nagarlar, qora tutunlar kontakti ishlayapti. Hozir birinchi navbatda yakirni tekshiramiz. Mana bu yerni ko'ryapsizmi? Mana yakir yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Mana ko'rib turganingizdek. Obmotkani qarang. Obmotka qizib, erib ketgan mana. Mana ko'rib turibsizmi? Mana bu. Buni mana erib ketganmi, qizib. Bunga motor qo'yishga to'g'ri keladi yoki yakir qo'yishga to'g'ri keladi. Mana bunda yakir. Mana ko'rib turganingizdek, bu remont qilinmaydi bu yakirni. Chotkalari ham yaroqsiz ahvolga kelibdi mana. Egasiga telefon qilib aytib ko'ramiz. Yakir olib kelsa, yakir olib keladi yoki selay mana bu motorni qo'yishga to'g'ri keladi. Bo'lmasa bu ishlamaydi. Shuning bilan remontimiz tamom. Ikkita mikserdan mana bittasi ishlaydigan bo'ldi. Buni esa egasiga topshiramiz. Zapchast topilsa uzatib beraman, zapchast topilmasa mana bu kontakti, termodatchik, mana bu yerdagi kontaktini zapchast sifatida olib qo'ysa bo'ladi. Keyinchalik boshqa ana shunday eski model bo'lsa, kuygan joyi bo'lsa, shunga olib turib qo'ysa bo'ladi. Mana bu detallarni olib turib qo'ysa bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat do'stlar. Kanalimga obuna bo'ling.